YouTube'dagi barcha layklarni bir bosishda o'chirish. Ehtiyot bo'ling, bilmay bosilgan layklar xavfli bo'lishi mumkin. Salom do'stlar, bugun sizlarga YouTube'dagi barcha layklarni bir amal bilan qanday o'chirishni ko'rsataman. Balki siz ham ba'zida bilmay turib layk bosgandirsiz. Bu esa sizning tarixingizda qoladi. Xavotir olmang, bugun barchasini tozalaymiz. YouTube bizga layk videosi ro'yxatini ko'rish va nazorat qilish imkonini beradi. Agar siz keraksiz layklar, noto'g'ri bosilgan videolar yoki shunchaki tozalamoqchi bo'lsangiz, bu video siz uchun. Brauzerdan YouTube'ni saytiga kirib olamiz. Bu yerdan esa bizga o'zimizga yoqqan videolarni tanlaymiz. Bu yerda esa biz ko'rgan videolarni bosgan layklarimiz ko'rsatib o'tadi. Katta videolar va shortslar. Har biriga bittadan kirib chiqamizda. Pauza qo'yamiz. Mana layk bosilgan. Laykni o'chiramiz. Orqaga qaytamiz. Mana bizda turibdi ushbu video, bitta yanglashni bossak, ushbu layk bosgan videomiz yo'q qoladi. Shu tarzda siz barcha layklaringizni bir necha bosishda o'chirishingiz mumkin. Videoni o'tkazib olishga shoshilmay turing. Videoning davomida o'zingiz qiziqtirgan savollarga javoblarni olasiz. Albatta pauza ko'rishni tavsiya qilaman. Agar xohlasangiz, keyingi kontentimda mobil telefondan ham qanday tozalashni tushuntirib o'taman. Qiziq bo'lsa, kommentariyaga telefon so'zini yozib qolding. Videoni yoqtirgan bo'lsangiz, obuna bo'ling va izohlarda savollaringizni yozib qolding. Yangi foydali videolarni ko'rib olmaslik uchun obuna bo'lishni ham unutmang.